Assalamualaikum hurmatli No'qat Qor Jumatat kanali qatnashchilari. Bugun 11-mart 2023 yılı biz 6 kundagi valyutalar kurslarni sizlarga tanishtiramiz. Bizdan olsa like bosib kommentar yozib qo'yinglar. Hurmatli o'g'illar, ketdik. Kurslar bugun qanday bo'lib qoldi ekan shu yerdan ma'lumot olamiz. Hurmatli o'g'illar, biz bilsak kompaniya bankiga keldik. Kompaniya bankda 87 so'm, 32 tiyin dollar, 90 so'm, 20 tiyin euro, 1 so'm 14,5 tiyin rubl ekan. Hurmatli o'g'illar, qarangizlar. Kompaniya bankda bugun shunday bo'ldi. Katta boshqa banklar ko'ramiz. Hurmatli o'g'illar, Kasbiy bankga keldik. Kasbiy bankda 87 so'm, 32 tiyin dollar, 90 so'm 20 tiyin euro, 1 so'm 13,5 tiyin ekan. Bu yerda rubl. Qarangizlar. Yemi boshqa bank orasi ketdik. Hurmatli o'g'illar, biz hozir Qo'qay bankga keldik. Qo'qay bankda 87 so'm, 32 tiyin dollar, 90 so'm euro, 1 so'm 14,5 tiyin rubl ekan. Hurmatli o'g'illar, qarangizlar bu yerda. Eko Finka bankka keldik. Hurmatli o'g'illar, Finka bankda 87 so'm 40 tiyin dollar, 93 so'm 50 tiyin euro, 1 so'm 14,5 tiyin rubl ekan. Hurmatli o'g'illar, qarangizlar. Hurmatli o'g'illar, Eko Islom bankka keldik. Eko Islom bankda 87 so'm 20 tiyin dollar, 93 so'm 10 tiyin euro, 1 so'm 14,5 tiyin rubl ekan. Hurmatli o'g'illar, qarangizlar. Eko Islom bankda. Hurmatli o'g'illar, valyuta chiqdi dedilar, shunday ekan, qarangizlar. 5 tiyin ayirma bor ekan. 87 so'm 30 tiyin dollar, 1 so'm 14 tiyin rubl, qozoq tengasi 0,14 tiyin, O'zbekiston 0,75 tiyin. Qarangizlar, hurmatli o'g'illar. Hurmatli o'g'illar, mana biz hozir daha bir almashuv joyiga keldik, pul almashuv joyiga. 87 so'm 65 tiyin dollar, 1 so'm 14 tiyin rubl, qozoq tengasi 0,13 tiyin, O'zbekiston 0,75 tiyin. Qarangizlar, hurmatli o'g'illar. Bu yerda dollar sal qimmatroq ekan, shu joyga kelib almashsangiz bo'ladi, hurmatli o'g'illar. Hurmatli No'qat Xabar 24 kanalining qatnashchilari, bugungi kun shunday sizlar bilan oyoqdadi. Sog' salomat bo'linglar, tinch bo'linglar. Dag'i kurs ko'tarilguncha tortamiz. Bo'lsa dag'i video chiqarish harakat qilib, bizdan olsa like bosib, kommentar yozib qo'yinglar. Do'stlaringizlar bilan YouTube'dan bo'lishib qo'yinglar videoni. Sizlardan doimo sizlarning xizmatingizdan No'qat Qor 24 kanali. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Tinch bo'linglar, omon bo'linglar.